Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli o'zingiz bandlikdan fuqarolarimiz. Ko'plab savollar kelib tushgan, juda ko'plab. Naqd pulda qanday savdo qilamiz? Chunki oldin o'sha kassaborda savdo qilgan, chekini urib bergan, keyin u pulni bankka inkassatsiya orqali topshirgan, mana shunaqa. Unaqa emas. Siz o'sha naqd pulni qabul qilish degan joyni bosib, o'sha summani kiritib, chekni chiqarib berasiz. Elektron Telegram orqali, messenjer orqali bosib berasiz. Va siz u pulni hisob raqamingizga, elektron hammomizga qo'yish shart emas. Chunki siz soliqdan qochmayapsiz, soliqni yashirmayapsiz. Siz ko'rsatyapsiz, u ilovada shakllanib boradi siz naqdda savdo qilganlaringiz. Ertaga kimdir bu ilovaga pulni qo'ymasan demaydi, chunki siz soliqdan qochmagansiz. Siz summani ko'rsatgansiz. Ana terminal orqali, QR-kod orqali kelib tushadigan pullar, smartfon orqali kelib tushadigan pullar, ular avtomatik ravishda sizda elektron hammomizga shakllanib boradi. Naqdga sotganingiz ilovada saqlanib boradi. O'shanda soliq hisoblab to'layverasiz 1%. Pulni olib borib qo'yish shart emas. Keyin u pulni bemalol o'sha elektron hammomdagi pulni bankdagi hisob raqamiga tenglashtirgan bo'lib, xohlagan joyingizga ishlatishingizz mumkin. Yechib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha Paynet kompaniyalariga borib, Paynet o'sha ofislariga borib, bemalol o'sha pulingizni o'zlarini nimalari bor, yechib olishingiz mumkin. O'zlarini shartlari bo'yicha yechib olishingiz mumkin. O'zingiz pulingizni yechib olsangiz, sizga birov indamaydi. Soliqni to'lab qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat kattakon. Men savollarning dolzarblariga javob beryapman.